Bundan bir 3 ay oldin yaningizga men kelendim. Davleniya 4 ta kasallik muammosidan kelendim. Davleniya muammosi, qon quyuqlashish, hazm jarayoni yomonligini uchun kelendim. Prostata tomonlama kelendim. Sizin bergan tavsiyalaringiz asosida hozir yaxshi. Ancha o'zimga yaxshiman. Hazm jarayonlarim ham yaxshi a'lo. Qonim ham a'lo. Dorilar ichmay qo'ydim. Tabiiy mahsulotlardan olib ichirdim. Maslahatim ham shular odamlarga yaxshi tabiiy zotlardan ichmoq nasib etsin. Shoshmay turing-da. Siz qaysi shevada gaplashyapsiz hozir? Turkman shevasida gapiryapman. Onam turkmanlar. Onangiz turkman. Yoshingiz nechida? 48da. Ismingizni ayting. Yusuf meni ismim. Hozir qayerda yashaysiz? Qaysi viloyat? Hozir Jizzax viloyatida yashayman. O'zim Buxoroda shunda harbiy qismdan. Istifoga chiqib, nafaqaga chiqib, shu yerda yashayman. Sizdan mana shu asosiy olgan dorilarni davleniyaga oluvdim. Davleniyaga, prostataga oluvdim. Prostataga yana hazm qilish jarayoniga, shu o'timda ham muammom bor edi. O'shalarga oluvdim. Bugungi kunda rezultat qanday? Rezultat bundan 3 oy oldin mana o'zingiz ko'rib turibsiz. 3 oy oldin qanaqa ahvolda keluvdim, hozir qanaqa ahvoldaman. Boshqa muolajalar ham, lecheniyalar ham qildingizmi? Yo'q, endi dori ukalar oldim. To'g'risi effekt bergani yo'q dori ukalar. Kimga masalan dori ukalar ta'sir qilsa ham, kimga ham giyohlar, lekin men giyohlarni tanladim. Xohlasalar boshqa joydan olsalar boshqalar, lekin giyohlar odamning organizmini tozalar ekan. Shunday e'tibor bering, bu kishining gavdasiga qarang. Polvon odam, bu insonni qoni quyuqlashib qolgan, qon suyulsa, o'z-o'zidan prostatadagi bo'layotgan muammolar bartaraf bo'ladi, problemalardan yo'q bo'ladi, shundaymi? Hozir problemam yo'q. Davleniya bezovta qilyaptimi? Davleniya mana 3 oy bo'ldi, Allohimga behisob shukrlar bo'lsin, davleniyam yo'q. Ovqat hazm qilishdagi ovqat hazm bo'lish muammo yo'q. Mana giyohlarni ichgandan beri sizni tavsiyangiz asosida mana yeyish normalari, ayniqsa piyoda ko'proq yurish. Odamzod 40 yoshdan o'tgandan keyin o'zini sog'lig'iga e'tibor bo'lish kerak ekan. Shunday. Mana shunda siz darslaringizda 1 soat, 1,5 soat qatnashib, olgan tavsiyalarim asosida Allohimdan aylanib shuki prostata bezamiz ham yaxshi, prostatalarimiz asnomnoyi. Davleniyamiz muammo yo'q. Allohimga shukr. Odamlarga tavsiyangiz qanday? Odamlarga tavsiyatim birinchi tavsiyam to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish, ko'proq yurish, tozalanish, hijoma qildirish, asnomnoy. Ziliklardan hijoma qildirish. Tabiiy giyohlarni ko'proq iste'mol qilish kerak odam. Qayerda bo'lsa ham, kimdan bo'lsa ham oling. O'zingizdan, qaysi viloyat, o'zingiz atroflaringizdan, bozorlardan, aptekalardan, o'zingizdagi tabiblardan so'rang. Xuddi bu kishiga o'xshab samimiy, to'g'ri, xolis maslahat olish kerak, davosini topish kerak bo'ldi. Shundaymi? Hozir mana shu sizdan olgan tavsiyalarim asosida Allohimga shukr yaxshi, normadaman. Hamma aytgan narsangizni ichyapman, bergan giyohlaringizni. Mana bu yana giyohlardan ayolimga ham oldim. Mana shu ayolimga ham oldim. Shundan necha yoshlar orqaga qaytdingiz taxminan? Men taxminan bir 15 yoshlar qaytdimmi deyman. Ko'p aytsam odamlarga lob bo'lishi mumkin ekan. 15 yosh orqaga qaytdim men. Rahmat. To'g'risida. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga ham shunday maslahat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tozalanish, davolanish emas, tozalanish kerak. Umringizdan baraka toping. Asabni, qon tomirlarini tozalasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar. Sizdan sog' bo'ling aka. Katta rahmat.